Dugonangizning eriga hech qarab ko'rganmisiz? Men qaraganman. Yo'q, oddiy nigoh bilan emas. Butun vujudimni yondirib yuboradigan, aqlimni o'g'irlaydigan bir olov bilan qaraganman. Men o'sha kuni suv bo'yida uning quchog'ida yotardim. Biz butun dunyoni unutgan edik. Shu payt orqamizdan qattiq, sovuq ovoz eshitildi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Men muzlab qoldim. Ovoz egasi mening erim edi. Uning ko'zlaridagi g'azab qalbimni teshib o'tdi. Men shunchaki erimni emas, butun hayotimni yo'qotganimni o'sha lahzada angladim. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga o'z qalbimning tubida yashiringan eng qora, eng shirin va eng azobli sirimni ochmoqchiman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu hikoya balki kimningdir ko'zini ochar. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Men Laylo, 25 yoshdaman. Tashqaridan qaraganda mening hayotim mukammal edi. Yaxshi oila, katta hovli va hamma hurmat qiladigan erim Javohir bor edi. Biz 5 yildan beri birga yashardik. Lekin uydagi tilladan yasalgan devorlar mening ruhimni istolmasdi. Javohir juda sovuq, tartibli va his-tuyg'ulardan yiroq inson edi. U uchun men shunchaki uy bekasi, uning chiroyli hayotini to'ldirib turuvchi bir buyum edim. U menga pul berardi, kiyim olib berardi, lekin hech qachon ko'zlarimga mehr bilan qaramasdi. Kechalari uning yonida yotib, o'zimni dunyodagi eng yolg'iz ayoldek his qilardim. Mening yagona taskinim bolalikdagi dugonam Nigora edi. Biz birga o'sdik, barcha sirlarimizni bo'lishardik. Nigora mendan keyin turmushga chiqdi. Uning eri Alisher kelishgan, aqlli va juda mehribon yigit edi. Men ularning uyiga borganda o'zimni g'alati his qilardim. Alisherning Nigoraga qanday qarashini ko'rib, yuragimda jimirlash paydo bo'lardi. U xotinini avaylardi, uning har bir so'zini diqqat bilan eshitardi. Ular bir-biriga shunday mehr bilan boqishardiki, mening qalbimda hasad va sog'inch qorishiq bir og'riq uyg'onardi. Nega mening erim menga shunday qaramaydi? Nega u meni shunday sevmaydi? Bahor o'zining ilk iliq shamolini shahar ko'chalariga tarqata boshlagan kunlar edi. Men tasodifan ko'chada Alisherni uchratib qoldim. U ishdan qaytayotgan ekan. Biz salomlashdik. U menga qarab jilmaydi. Bu tabassum oddiy emasdi. Uning ko'zlarida qandaydir yashirin, tushunarsiz bir uchqun bor edi. Men u bilan gaplasharkanman, yuragim negadir tez ura boshladi. Men o'zimni qochirishga, unga qaramaslikka harakat qilardim. Lekin uning ovozi, uning harakatlari butun vujudimni larzaga solardi. Bu faqatgina qiziqishmi yoki yashirin ehtirosmi, tushuna olmasdim. Ammo ichimda bir olov yonishni boshlagan edi. Kunlar o'tdi. Biz negadir ko'p uchrashib turadigan bo'ldik. Go'yoki barchasi tasodifdek ko'rinardi. Lekin aslida men har bir uchrashuvni sabrsizlik bilan, o'lgudek kutardim. U menga ko'z ostidan uzoq tikilardi. So'zlari oddiy bo'lsa-da, ohangida qandaydir sehr bor edi. Men qorong'i va sovuq hayotimda bir yorug'lik ko'rgandek edim. Mening muzlagan qalbim uning issiq nigohlarida erib borardi. Vijdonim tinmay azoblar, axir u eng yaqin dugonamning eri-ku deb bong urardi. Lekin aql yurakka buyruq bera olmas ekan. Bir kuni yomg'irli kechada u menga qo'ng'iroq qildi. Nigora ish yuzasidan boshqa shaharga safarga ketgan edi. Erim Javohir esa odatdagidek do'stlari bilan qandaydir yig'ilishda edi. Laylo, men uyingizning yonidaman, pastga tush, dedi u hayajonli ovozda. Men qo'rqib ketdim. Bormasligim kerakligini bilardim. Eshikni qulflab uydan chiqmasligim shart edi. Lekin oyoqlarim o'zimga bo'ysunmadi. Qora yomg'ir pishimni kiyib sekin pastga tushdim. Uning mashinasi qorong'i burchakda turardi. Men mashinaga o'tirdim. Ichkarisi issiq, xira chiroq yoniq edi. Biz jim edik. Faqat tashqarida yomg'ir shiddat bilan yog'ardi. Alisher menga yaqinlashdi. U asta-sekingina qo'llarimdan tutdi. Uning qo'llari shunday issiq ediki, butun vujudim titrab ketdi. Nigohlarimiz bir-biriga tushdi va shu lahzada hammasi o'zgarib ketdi.
Uning lablari mening lablarimni topdi. Men qarshilik qilmadim. Quchoqlari issiq va go'yoki meni butun dunyodan himoya qilayotgandek edi. Yuragim vahimali va ayni paytda shirin bir ritmda urardi. Har bir nafas, har bir teginish qonni qaynaydigan ehtiros bilan to'la edi. Men yillar davomida kutgan chinakam sevgi kabi his qilinar edi. Shu kechadan boshlab biz uchun orqaga yo'l qolmadi. Biz taqiqlangan yashirin uchrashuvlarni boshladik. Har galgi ko'rishuvimiz avvalgisidan yanada ehtirosli, yanada telbavor bo'lardi. Biz bir-birimizga begona emasmiz. Yuraklarimiz allaqachon bir-biriga ko'chib bo'lgandi. U kechadan so'ng hammasi butunlay o'zgardi. Men uyda Javohirning yonida o'tirib ham faqat uni o'ylardim. Har kuni men uni ko'rish istagida ich-ichimdan yonardim. Uning qo'llari, iliq nigohi va beg'ubor tabassumi meni o'ziga kun sayin yanada kuchliroq bog'lab borardi. Biz endi faqat qisqa, yashirin suhbatlar bilan umuman cheklana olmasdik. Har bir uchrashuvimiz ehtiros va aqldan ozdiruvchi sevgi bilan to'lib toshardi. Men dugonam Nigoraning ko'ziga qaray olmasdim. U menga ishonib dardlashganda men erdan yorilib ketishni xohlardim. Men eng pastkash inson edim. Lekin Alisherning birgina xabari, uning birgina ovozi meni yana o'sha iflos, lekin juda shirin botqoqqa tortib ketardi. Men uning quliga aylanib qolgan edim. Bu shunchaki jismoniy ehtiyoj emas, bu ruhimning unga qattiq bog'lanishi edi. Bahorning oxirgi kunlaridan biri edi. U meni shahar tashqarisidagi sokin, huvillab yotgan suv qirg'og'iga olib bordi. Kimsasiz joy. Suv yuzida tushki quyosh jilvalanib aks etar, mayin shamol sochlarimiz bilan asta o'ynardi. Biz qum ustida yonma-yon o'tirardik. U menga qarab qo'llarimni mahkam ushladi. "Laylo, men seni birinchi ko'rganimdayoq yuragim o'zimniki bo'lmay qolgan edi", dedi u chuqur va og'ir tin olib. "Endi esa sensiz yashashni umuman tasavvur qila olmayman. Men Nigoraga hammasini aytaman, biz ajrashamiz va sen ham eringdan ketasan." Mening yuragim to'xtab qoldi. Men bunga tayyormidim? Men butun hayotimni vayron qilib, hamma narsani noldan boshlashga tayyormidim? Men javob qaytarishga ulgurmasimdan u lablarimni qattiq o'pib, meni o'z bag'riga tortdi. Ularning o'rtasidagi har qanday qo'rquv, har qanday taqiq shu onayoq buzildi. Biz suv bo'yida, issiq qum ustiga cho'zilib, bir-birimizning bag'rimizda butunlay mast bo'ldik. Har bir teginish yanada chuqur, yanada yovvoyi hislarni uyg'otar edi. Ehtiros go'yo katta to'lqinlar kabi bizni o'z domiga tortardi. Osmonda yulduzlar porlab chiqdi. Havo qoraydi. Faqatgina sokin shamol va tez urayotgan yurak urishlarimiz ovozi atrofdagi sukunatni buzardi. U meni bag'ridan umuman qo'yib yubormasdi. Men esa hech qachon bu lahzaning tugashini istamasdim. Men bu dunyoda faqat uni va uning nafasini his qilardim. Vujudim uning teginishlarida yongan, ko'nglim esa faqat bir so'z atrofida aylanardi. Men seni sevaman. Bu munosabat oddiy sarguzasht emas, balki yuraklarimizni abadiy bog'lagan olovli hikoya deb ishonardim. Ammo biz o'zimiz yasab olgan bu shirin ertak aslida juda mo'rt shishadan ekan. Birdan ortimizdan tanish, qonni muzlatib yuboruvchi sovuq ovoz eshitildi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Men qattiq titradim. Yuragim o'sha zahoti orqaga tortildi, go'yoki qornimning tubiga tushib ketdi. Men sekin boshimni ko'tarib orqaga qaradim. U edi. Erim. Javohir. U bizdan 2 qadam narida zulmat ichida haykaldek qotib turardi. Uning nigohida ishonchsizlik, dahshatli g'azab va odamni o'ldirib yuboradigan qattiq sovuqlik bor edi. Na o'zini, na meni eshitardi. U biz tomonga bir qadam tashladi. Men qaltirab qumdan arang o'rnimdan turdim. Alisher ham shosha-pisha o'rnidan turib orqaga tisarildi. U nima deyishni bilmasdi, u indamay qolgandi. Men labim qaltirab Javohirga biror nima demoqchi, o'zimni oqlamoqchi bo'ldim. Lekin tilim harakat qilmadi. Tomog'imga musht tiqilgandek edi. Javohirning nigohi faqat meni emas, bizning qora sevgimizni, iflos ehtiroslarimizni va barcha yashirin orzularimizni to'liq fosh qilib, ezib tashlagandi. Javohir hech narsa demadi.
U menga yaqin keldi va bilagimdan shunday qattiq ushladiki, suyaklarim sinib ketgandek bo'ldi. U meni mashina tomonga sudrab keta boshladi. U Alisherga hatto bir marta ham qaramadi. Men ketayotib yig'lagancha orqamga qaradim. Ko'nglim, butun borlig'im hali ham u yerda, o'sha sovuq qum ustida qolgan edi. Alisher esa boshini egib qorong'ilikda jim turardi. U meni himoya qilmadi. U meni olib qolmadi. Mashina oynasidan unga oxirgi marta qon yig'lab qaradim. Yuragim yomon qisildi, go'yoki havo yetishmasdi. Bu sevgi yolg'on emasdi. Men bilardim. Bu ehtiros, bu kuchli tuyg'ular chin edi. Faqat hayot va shafqatsiz vaqt bizni noto'g'ri joyda, noto'g'ri odamlar bilan uchrashtirib qo'ygandi. Javohir mashinani shunday tez haydardiki, men o'lamiz deb o'yladim. Lekin men o'limdan qo'rqmasdim. Men tiriklayin o'lib bo'lgandim. Uyga keldik. U meni xonaga kiritdi va eshikni qattiq yopdi. Tunlari uxlay olmadim. Eshik yopildi va bu eshik mening butun hayotim uchun yopilgan eshik edi. Yopilgan ko'zlarim yumuq, ammo qalbim hali ham u bilan o'sha qirg'oqda edi. Javohir menga qo'l ko'tarmadi, baqirmadi. U menga butunlay jimlik e'lon qildi. U meni uydan haydamadi ham, chunki sharmanda bo'lishni xohlamasdi. Lekin u meni ruhiy do'zaxga mahkum qildi. Ertasi kuni men Nigoraning dod faryodini eshitdim. Javohir hammasini uning eriga, ya'ni Alisherga qo'ng'iroq qilib aytib bergan, nima qilsang o'zing bilasan, degandi. Nigora bilibdi. Eng yaqin insonim, mening sirdosh dugonam men tufayli qonga belangan edi. U menga qo'ng'iroq qilib, o'lib ketishimni, ikki dunyoda mendan rozi emasligini aytib qarg'adi. Mening qalbim chil-chil sindi. Men nafaqat o'z oilamni, balki uning ham oilasini vayron qilgandim. Alisher ham o'sha voqeadan keyin g'oyib bo'ldi. U na menga, na Nigoraga kerak bo'lmay qoldi. Ehtiros olovi pasayganda, biz faqat kuli ko'kka sovurilgan hayotlarni ko'rdik xolos. Hozir men o'sha katta hovlida yashayapman. Javohir har kuni ishga ketadi va qaytadi. U men bilan umuman gaplashmaydi. Men bu uyda xizmatkordan ham pastroq bir mavjudotman. Har kuni oynaga qarab, o'zimning g'amgin, nursiz yuzimga termulaman. Bir necha daqiqalik telbavor ehtiros va jannatdek tuyulgan o'sha lahzalar uchun men butun umrimni, obro'yimni, dugonamni va o'z qadrimni qurbon qildim. Zanjir. Men o'zimni shu zanjirga o'zim boylagan edim. Ayol kishi qalbida qanchalik katta olov yonmasin, agar u olov birovning baxti ustiga yoqilsa, u faqat va faqat o'z egasini yoqib kul qilarkan. Bugun men tirik murdaman. Nigoraning o'sha kungi qarg'ishlari va yig'isi har tun quloqlarim ostida yangraydi. Alisherning suv bo'yida menga qaramay jim turgani ko'z o'ngimdan ketmaydi. Iltimos, aziz ayollar, mening xatomni takrorlamang. Yurak ba'zan ko'r bo'ladi, lekin aqlingizni hech qachon yo'qotmang. Ehtiros o'tkinchi, vijdon azobi esa bir umrlikdir. Agar hikoyamiz sizga ozgina bo'lsa-da ta'sir qilgan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Sizning har bir fikringiz, qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shunday xatolardan o'zingizni asrang. Albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni va yaqinlaringizni doim ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.